10 gektarlik yer maydonida joylashgan bo'lib, ko'plab sharoitlarga ega. Maktab deysizmi, bog'cha deysizmi, xullas hamma sharoitlarni o'z ichiga oladi va hattoki mana shunaqa stadionlargacha bor. Bolalar o'yingohlari esa juda ham ko'p nuqtalarda bo'ladi. Ana endi yana bir asosiy bizni maketlarimizdan biri bu Eco Park loyihasi. Ushbu loyihada ham ish jadallik bilan olib borilyapti va bu loyihamiz ham 10 gektarlik yer maydonida barpo etilayotgan bo'lib, u ham o'z ichiga o'zini bog'chasi, maktablarini qamrab oladi. Va shu bilan birga ko'plab sharoitlar va qulayliklar ham o'z ichiga kiritilgan. Haqiqiy yashil makonda joylashgan. Atrof mana shunaqa yashillik va toza havo. Xullas, ko'pchilik mijozlar mana shu Eco Park loyihasini juda ham yaxshi ko'rishyapti. Havosi zo'r ekan, lokatsiyasi zo'r ekan deb yoqtirishyapti. Ana endi